O'rtalik qish keldi. Qish kelgandan keyin albatta havo sovib, svetlarimiz parod qiladi. Demak, bizga nima kerak? Stabilizator kerak. Bizda 500 wattdan 50 kilovattgacha ajoyib stabilizatorlarimiz bor. Mana Epaniki juda ham ajoyib ko'rinishdagi, hop, 10 kilovattlik stabilizator. Endi aka, bular mayda-chuyda menga kattarog'i kerak degan bo'lsangiz, mana kattalari. Stabik firmasining 30 kilovattdan 20 kilovattgacha bo'lgan katta stabilizatorlari kerak. Endi aka, mana bu stabilizatorimiz eng asali. Bu ham UPS bo'ladi, ham stabilizator bo'ladi. Uyingizda chiroq o'chib qolsa, 8 soatdan 4 soatgacha bemalol svetingizni mo'tadil lipillatib yoqib beradi. Ungacha svet ham kelib qolsa kerak. Ha endi mabodo sizni elektromobilingiz bo'lsa, mana Stabik firmasining 30 kilovattlik stabilizatorlari bor. Shunday mashinangizga ulab qo'yib, ko'kchoyda ichib damda olaverasiz. Bu stabilizatorlarimizning narxini o'ta shirin qilib qo'yganmiz. 450 ming so'mdan boshlab 12 million so'mgacha. Qanaqa joyga ishlatishingizga bog'liqda. Endi agar sizga UPS yoki stabilizator kerak bo'lsa, shunaqana kommentariyga KVT deb qo'ysalaring, sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Aytgancha, dastlabki xizmatlarimiz ham bor.